shampunni sochning to'kilishiga ham, chiqarishiga ham aloqasi yo'q. Ilhom aka, sochim juda ko'p to'kiladi, lekin genimizda yo'q tepakallik. Oldin juda qalin bo'lgan, shu Shvetsiyada 5-6 yil yashagandan qandaydir suvi yoqmaganmi? Hozirgi holat bu чисто genetik holat. Xitoyga borganimda, Shvetsiyaga borganimda bu yoqdagi faktorlar, havo, suv yoki ovqatlanish, kun tartibi hammasi boyagi jarayonni tezlashtirishi mumkin. Lekin asosida gen yotibdi. Sochlarida retseptorlar bordi. Endrogenga bog'liq bo'lgan zonalar bor. Bu peshana, mana oldi qism yoki o'rama. Erkaklik gormoniga sezgirligi oshib ketadi. Ichimi nima, qanaqa qilsa bo'ladi? Yoshi kattaroq odamlarda bo'lsa, buni to'xtatish imkoniyati ancha yuqori. Yoshlarda kamroq. Sababi sezgir testosteronga bo'ladigan sezgirlik jarayonini biz bloklashimiz kerak. Shampunlar soch to'kilishini tezlatadi degan gaplar qanchalik? Umuman mutlaqo shampunni sochning to'kilishiga ham, chiqarishiga ham aloqasi yo'q. Ya'ni o'sish uchun javob beradigan qismi u terining ostida bo'ladi. Teri osti yog' qavatida joylashgan. Shampungacha yetib bormaydi. 3 yashar o'g'lim bor. Yoshligidan qirib yursam, qalin o'sadi degan gaplar qanchalik? Umuman noto'g'ri gap. Agar genda bo'lsa, har kuni lezva bilan olasizmi, soqol olganday, uni ahamiyati yo'q. Agar sizda ham soch to'kilish bo'yicha shunaqa muammolaringiz bo'lsa, har xil qimmat shampunlarga pul sarflay olmasdan doktor Ilhom Rahimovga murojaat qiling, pastda nomerlarini qoldiramiz.